qanday chiqasan endi? Sen ham pastga tushganda bitta zo'r narsa o'yladim. To'xta, tushunyapman-ku. Endi nima qilamiz? Endi sen meni ko'tarib tepaga chiqarasan. Davay, ko'tar. Ya, qayerda ushlayapsan? Oyoqda usha. Oyoqda ushlayman. Ko'tar. Endi nima qanday chiqaman? Endi men ham pastga tushaman-da, seni ko'taraman. Ha, sani kallang ishlaydi. Miyangga qattiq sanaladi. Bo'ldimi, tayyormi? Tayyoram aka. Qanday ishlataman buni? Mana qarang. O'tirdish to'g'rimi? Knopkani shunday bosasiz, kimdir suv olib keladi. Rayhon nimaga ekilgan? Rayhon, asvijitel. Xonada har xil hidlar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Qo'lingizda bunday ish qalaysiz-da, hid bartaraf bo'ladi. U ham mayli, nimaga oq plyonka o'rab qo'ydinglar bunga, ha? Men aytdim-ku, neoklassik usul dedim-ku. Qarang, men aytib o'tiribman, siz bitta qaranglar. Ha, Ko'rinyapmanmi? ha, ko'rinyapsan. Demak, siz tualetda odam bor deysizda, kelmaysiz bu yoqqa. Aha, no klassika. Shu obed qilaylik-a? Davay, tayyor. Ketdik. Sizga yoqdimi? Zo'r. Rostdan ham ustani bo'risi ekansan, uka. Rahmat. Tualetda kim bor aka? Qizim bor shekilli. Qizim? Tualetga kim tushib ketdi? Sevgiling, qoch.